Hop, assalomu alaykum. Hozir biz sizlar bilan Telegramda avtoudaleniyani yoqishni o'rganamiz. Bunun uchun Telegramga kirib olamiz va kirganimizda mana 3 ta nuqta va настройкаga kirishimiz kerak bo'ladi. Va bu yerda конфиденциальности buni bosishimiz kerak bo'ladi va mana avtoudalение сообщения. Bu yerda 1,1 hafta 1 oylik turibdi. Bu yerda o'zimiz qo'shsak ham bo'ladi. Faqat 1 yilgacha qo'shsak bo'ladi. Masalan, chaqringiz bo'lsa, endi bu yerda masalan 2 mingga Voy bilan bu bir kishiga mana avtoudalение yoqsak bo'ladi bu yerda. Сохранить. Mana bunga avtoudalение yondi. O'chib ketadi. Endi buni o'chirish qanaqa bo'ladi? Bu yerda o'zidan yana отключить qilib o'chirsak bo'ladi. Hamma uchun o'chirish kerak bo'lsa, yana настройкаga kiramiz va kirganimizda yana shu joyga kirib o'chirishimiz kerak bo'ladi. Mana vokal. Sizlar bilan o'rganadiganimiz shular edi. E'tiboringlar uchun rahmat.